Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, Yangi bozor Halokobod mahallasini shkaf zakasimiz bor edi. Bu yerda zakas bilan shunday 6 eshikli shkafni kelib berdik. Razmerlari 2.15, mindini 2.30 deb berganmiz. Xo'p, kiyim asragan tarafi birinta sefan bor, dollarlarni qo'ymoqqa. O'rta taraf polka bo'ladi. Ishlash mumkin. Bu yon taraf ham shunday kiyim asragan bo'ladi. Gazning ikkidan tortmasi bor. Hop, yog'och svetdan ishlab berganmiz. Chuqurlikni allatib ishlab berdik. Hozir bu yerda garderoblar ham bor. Yana bir tezroq postavkamiz ham ustunovka etib berdik bu yerga. Bir 20 kundan bo'ldi. Hozir ularni ko'rsatamiz. Yana bu yerda yana garderob. Harmonlar tursin aka. Tursin. Hop, hurmatli obunachilar, bu xonadonni shuni tezroq postavkam o'rnatib berdik. 20 kun burun buni qo'yib ketdik. Hop, mana videoga tashakkur qilamiz. Rasmlarni, videolarni, mexanizmlarni yaxshi mexanizmlar qo'yib berganmiz. Tandem mexanizm bo'ladi. Endi rostlamoykalarni, uje teralkalarni, boshqa joylarni qo'yib turadi. Pastlarni elektrlatib berganmiz, zamoklatib. Hop, yo'llarni shunday led lampochkalar bilan chiroqlatib bezab berganmiz. Kim shunday xizmatlarga kelsa, Bog'ot Gold bilan murojaat qilaversa, qo'ldan kelsa tayyorlab beramiz.